Bugün onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni. Saxovat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehri tengsizim. Tanholar ichida tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim dilbarim, oy jannat zot. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Galdagi manzilimiz Qishloq posyolkasi bo'ldi. Maysara onamni 63 payg'ambar yoshlarini tabriklaymiz. Turmush o'rtoqlari Abdu akamizga chiroyli sovg'alar, barcha sovg'alar qizlari Izroil davlatlari, Ayxon opam, shu yerdan Nargiz opam, Nazira opam, Nasiba opam, Nigor opam, o'g'illari Davlatjon aka, kelinlari Mehrangiz opam va barcha nabiralari, kuyovlari nomlaridan birgalikda xursandchilik. Barchaga assalomu alaykum hurmatli qadri baland qadrdonlar, hurmatli vatandoshlar, barchangizga xayrli kun, barchangizni fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Bugun chiroyli fayzli koshonaga qadam ranjida qilishimizning eng asosiy sababchisi bo'lgan Maysara onamni davra markazga chorlab qoldim. Shu yerda bo'lsalar bitta guldiroz qanchaklardan birgalikda marhamat Maysara onam. Avvalambor assalomu alaykum Maysara ona, imzongiz adresiga murojaat boshlab. Imzongi bayram otaki tabrikdan bo'lmadan bugun birinchi galda albatta olislardan mehribon qizingiz Rayhona opam nomlaridan. Qolaversa albatta shu yerdagi barcha qizlaringiz Nargiz opam, Nazira opam, Nasiba opam, Nigor opam nomlaridan. Qolaversa albatta jondan aziz o'g'lingiz bo'lgan Davlatjon akamlar, keliningiz Mehrangiz opam nomlaridan, barcha kuyovlar va nabiralar nomlaridan bugun sizga bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar bilan tashrif berganmizki, ancha bo'ldiki opamlar, akamlar murojaat qildilarki, yaqinda xonadonimizga tashrif buyurasiz. Bizlarni jondan aziz bo'lgan bejonimizni tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari, shukrona oqshomlari va 63 payg'ambar yoshlarini qarshi olmoqdalar. Avvalambor xohladimki, bejonim uzoq umr ko'rsinlar. Hayotda hech qachon dard, qayg'u, alam ko'rmasinlar. Mana 63 yoshlarni qarshi olmoqdalarki, umrlari mehnatda o'tdi. Farzandlarim unsin, o'ssin, farzandlarim birovdan kam bo'lmasin deb tun kun mehnat qildilar. Avvalambor xohlardimki, bejonim eng avvalo uzoq umr ko'rsinlar. Eng kamida 100 yoshlarni, 120 yoshlarni qarshi olsinlar. Dadajonim bilan birgalikda qo'sha qarab, birgalikda chiroyli umr guzaronlik qilsinlar. Avvalambor aynan siz uchun chiroyli sovg'amiz bor. Ya'ni albatta davramizda Samarqand viloyatida estrada yo'nalishida mutlaq g'olib bo'lgan Sherbekjon Shamsi davra markaziga chorlab qolamiz. Aynan sizga atalgan chiroyli, jonli tadbir qo'shiqlar bilan Sherbekjon albatta davramizni albatta ochib beradilar. Undagi chiroyli sovg'a salomlar bilan davom ettiramiz. Hammasiga avvalambor assalomu alaykum. Maysara ona, bugungi tabriklarimizni tabriklayman. Marhamat, siz chiroyli qo'shiqlar davom etamiz. Barcha farzandlaringiz, kelinlaringiz hamda nabiralaringiz tomonidan chiroyli qo'shiqlar marhamat. Tinchlik kerak, tinchlik, bitta tinchlik saqlaylik. Xasta bo'lsam boshimdan omonatim yolg'izginam bir bu dunyoda menim uchun yagona bardoshligim, dardga polvonim onam. Tunda bedor yo'limga
bildirmey menga ona meni aldab yuribsan hasliging bildirmey menga ona meni aldab yuribsan tunda bedor yo'limga zor bo'lma bemor ona jonim boladay beg'ubor bo'lma bemor ona jonim jonim oizosi shuni o'qishamiz mening aziz umidvorim ko'zimning nuri onamdur suyanganim dil xumorim ko'zimning nuri onamdur mening aziz umidvorim ko'zimning nuri onamdur suyanganim dil xumorim ko'zimning nuri onamdur menga oltin zar kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onam yonginamdan hech jilmagan allalab tugan bilmagan hech kimlardan kam qilmagan ko'zimning nuri onamdir menga oltin zar kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onamdir menga oltin zar kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onamdir ko'zimning nuri onamdir yasha otajonlarcha abduvoslik ham chiqishlaydi qo'shiqlar bu dunyoda topganim nima arzimaymi o'zingizdan dada quvvat olib yashayman faqat sizni so'zingizdan dada kamingizni bildirmagansiz bardosh qilib ko'zingizni namingizni bildirmagansiz qolishmas har bo'ling dadam baxtim uchun bor bo'ling dadam g'ururimsiz or bo'ling dadam baxtim uchun bor bo'ling dadam omadimga yor bo'ling dadam baxtim uchun bor bo'ling dadam g'ururimsiz or bo'ling dadam baxtim uchun bor bo'ling dadam baxtim uchun bor bo'ling albatta Mayzanona yana bir bor chiroyli albatta jonli tarzda qo'shiqlar chiroyli sovg'alar sizga muborak bo'lsin va albatta keling albatta davramizga ajoyib bo'lgan gullardan taklif qilib qolamiz nima ekan albatta tug'ilgan kunda chiroyli gullarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi shu sababli aynan siz uchun chiroyli guldastalar birgalikda kuylaymiz marhamat xasta bo'lmang onam hali hammamiz birgalikda hammasi sizni borligingiz onam hammasi sizga duoyingiz onam baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmang onam yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona ko'kni
hammasin sizni duoyingiz ona baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmang onam Mana hammamiz birgalikda. hammasi sizni borligingiz ona hammasi sizni duoyingiz ona baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmang ona sizni duoyingiz ona baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmang ona Rahmat barchaga albatta maysarona bir-biridan chiroyli sovg'alar sizga muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Albatta yuzingizdan, ko'rguvlaringizdan hech qachon tabassum bo'lmasin. Hozir pastda Rayhon opa bilan gaplashsam, Rayhon opa, men xonadoningizga yetib keldim, bejoningizga, dadajoningizga nima deb qo'ytsam, avvalambor dedilarki, onamga tashvishim aytib nolibman. Goh oromim bizib, orom olibman. Dunyoga berilib bilmay qolibman, onamning sochiga oqlar tushibdi. O'zimni oqlashga bahonam ishlar. O'tkinchi shon shuhrat, soxta olqishlar. O'tib ketibdi qancha yoz qishlar, onamning sochiga oqlar tushibdi. Ba'zan yo'lim kutib tinch aribdi. Aytmayin sog'inib jim axtaribdi. Men tez ulg'ayibman-u, onam tez qaribdi. Onamning sochiga oqlar tushibdi. Kun o'tdi gohi do'st, goh g'anim bilan. Mast bo'lib jonatga yoqqanim bilan, ko'rmabmanda har kuni boqqanim bilan. Onamning sochiga oqlar tushibdi. Olisdagi mehribon qiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Yana bir bor bugungi bayramlaringiz, bugungi shukrona oqshomlaringiz muborak bo'lsin. Galdagi chiroyli sovg'a albatta aynan siz uchun maxsus sovg'a bo'lib, yana albatta nafaqat siz uchun, balki Abduvosita akam uchun ham aynan sizlar uchun dunyodagi eng chiroyli sovg'alardan biri buyuk Alloh taoloning kalomlari tushirilgan milodiy 611-yilda nozil bo'lgan, ismi Furqon, laqabi Majid bo'lgan til arabiy tilida. Nozil bo'lgan oyi Ramazon oyi. Nozil bo'lgan kecha Qadr kechasi bo'lgan Qur'oni Karim kitoblari, joy namozlar, tasbihlar komplektatsiya aynan sizlar uchun qansaklar sarosasida qabul qilib olasiz. Holdan tushmas qon bo'ling dada baxtim uchun bor bo'ling dada o'limsiz bor bo'ling dada baxtim uchun bor bo'ling dada holdan tushmas qon bo'ling dada baxtim uchun bor bo'ling dada o'limsiz bor bo'ling dada Chiroyli sovg'alar muborak bo'lsin. Maysarona galdagi chiroyli sovg'a aynan siz uchun chiroyli tilla uzuklar bo'lib, men opamlarni davra markazga chorlab qoladi. Chiroyli qilib taqib qo'ysalar, qansaklar bilan birgalikda qo'llab qoladi. Rozi qilayin bor imkon va iloji. Zolim zor, qalbi gurzor, yo'llarimga odam intizor. Zolim zor, qalbi gurzor, yo'llarimga odam Rahmat albatta hali bu hammasi emas, kelingida davramizga aynan siz uchun keltirilgan chiroyli tortlarni chorlab qolamiz. Nimaiki tug'ilgan kunda chiroyli tortlarni ustiga shamchiroqchalarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilmasak, Maysarona nimadir kamda ishtirokli aynan siz uchun maxsus tortlarimiz. Keling birgalikda yaxshi tilaklar qilamiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlarga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Qolgan mehmon va mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab turamiz. Happy birthday marhamat birgalikda.
barchaga albatta keling endi man birinchi galda hurmatli ehtiromli mikrofonni hurmatli otajonimizga bersam, ya'ni Abduvosita akamizdan chiroyli tilaklarni albatta eshitamiz. Maysara onamni chiroyli qilib tabriklab qo'yasiz, marhamat. Yakti qo'shib Payg'ambar yoshing bilan olish 3 yosh bilan payg'ambar o'sha bilan hammalaring shu kunlarga yetkazgan bor, yetmaganlar bor. Hammaga shunaqa yosh ko'p bo'ldi. Mana kampir olish 3 yosh payg'ambar, man 70. Bularım hamalaring uchun, sevgilaring uchun rahmat. Sog' bo'ling. Uzoqdan keldim, bularga onaga salom bo'lsin. İşini baronluğumuzun sağlamak. Rahmat, salomat bo'ling, yaxshilab qo'ysak bo'ladi. Marhamat, onajon bizdan chiqarsak eshitamiz. Maysara ona marhamat. Hamid sog' salomat kar, Rayhona, Nargiza, Nasiba, Hamid kishi uch harakatda tiyar. Jo pocheton, sog' pocheton. Rahmat, salomat bo'lsin. Boqasmi? Bor meni qizlardan eshitamiz chiroyli tilaklarni. Opamlardan eshitamiz. Yo'q. Aytamiz. Ayajon, dadajon, sarpadar etom. Sarimomba sog' salomat gardetom. Ilohim shumona hajoba fursonem. Sarpadar et, yaqsadu bisola shavet. Rahmat, salomat bo'lsin. Tasmi? Yo'q. Albatta keling endi shunday chiroyli bayramona damlarda davom ettiramiz. Barchani davra markaziga chiroyli raqslarga chorlab qolamiz. Zero bayram desa, marhamat, barchani davra markaziga
Salomat bo'ling. Masalani yana bir bor bugungi tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Uzoqlashmaymiz. Keling, hammamiz yaqinroq turib olamiz. Galdagi navbatda fotosessiyaga beramiz. Hammamiz birgalikda esdalik rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi. Qolaversa albatta bugungi sanaga sarvaraqlarga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, galdagi navbat fotosessiya barchani birgalikda taklif etamiz. Barcha yig'ilgan hurmatli mehmon mezbonlarga bugungi oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Xizmatingizda raziyatlar jamoasi bo'ldi. Rahmat barchaga.